Shoshilinch xabar. 9-11 dekabr kunlari yomg'ir va qor yog'ishi kutilmoqda. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Ushbu xabar barcha fuqarolarga tezda yetib borishi uchun video ostiga bitta like bosing. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 9-11 dekabr kuni ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda esa 20-22 metr/sekundgacha yetishi kutilmoqda. 9 dekabr kuni kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduz kuni 0-5 daraja iliq. 10 dekabr kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduz kuni 3 daraja sovuq. 11 dekabr kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduz kuni 0-5 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 9 dekabr kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 10-11 dekabr kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 9-11 dekabr kuni ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ba'zi joylarda esa 20-22 metr/sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. 9 dekabr kuni kechasi 2 daraja sovuq, kunduz kuni 3-8 daraja iliq bo'ladi. 10 dekabr kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduz kuni 3-8 daraja iliq bo'ladi. 11 dekabr kuni kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduz kuni 8-13 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 9 dekabr kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi, qor yog'ishi kutilmoqda. 10-11 dekabr kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. 9 dekabr kuni kechasi 2 daraja sovuq, kunduz kuni 3-8 daraja iliq bo'ladi. 11 dekabr kuni kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduz kuni 3-8 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 9 dekabr kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 10-11 dekabr kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 9-11 dekabr kuni kechqurun 0-5 daraja iliq. 10-11 dekabr kuni ba'zi joylarda 2 daraja sovuqqacha, kunduz kunlari esa 12-18 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 9 dekabr kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 10-11 dekabr kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 9 dekabr kuni kechqurun 3 daraja sovuq, kunduz kuni 4-8 daraja iliq bo'ladi. 11 dekabr kuni kechqurun 0-5 daraja sovuq, kunduz kuni 6-11 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 9-10 dekabr kunlari ba'zi joylarda yog'ingarchilik qorga aylanishi kutilmoqda. O'zingiz va oilangizni asrang.